Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Aka, telefonim prostoy edi. Shunga o'zim kamerali yaxshiroq telefon istab kelgandim. Bo'ldi, aka, kakras siz bo'lib telefon bor. Bitta akamiz 3 kun oldin olgan. O'ta yangi telefon. Ochilganiga 3 kun bo'ldi. Egasi rosa pulga zariqqan. Yarim pulga sizga beramiz, aka. Rahmat akajon, narxi necha pul aka? Narxi arzonroq, aka. Sizga yarim pulga beramiz, aka. Buni o'zi aka qimmat telefon. Bo'lsa boshqasiga sotmadik. Vallohi aka, sizga beramiz bu telefonni. Maza qilib ishlating, aka. Telefon yarim pulga aka sizga nasib qilgan aka. Mayli, sog' bo'ling. Mashinamiz xizmat bo'lsa. Rahmat katta. Xo'p. Mana shunaqa xarablarni yana ikkita kelsa, bugungi plan to'ladi. 5 yil. Menga kredit to'lanmagan telefon sotib yubordingmi? Sen aralashma, bunaqa xarablardan ko'p. Telefon kredit to'lanmagan, ertaga bloklanib qolsa nima qilasan? Ilovada yana qaytib kelsa, o'zini xalq qo'ymasan. Menga qara, do'stim, sen Allohdan qo'rqing. Ertaga qiyomatda javob berishing bor. Alloh senga hisob ber. Mashinliklar munofiqlar, firibgarlar bor-ku, firibgarlik qilmang. Firibgarlik hozir avj olib ko'payib ketganligidan kimlar uchundir oddiy hol bu. Firibgar teng do'zax degan.